Fermer yerda ombor yoki fermer qurmoqchi bo'lyapti. Ushbu qurilishni amalga oshirish uchun qaysi idoradan ruxsat olishi kerak deb hisoblaysiz? Juda ham ko'pchilik holatda fermer xo'jaliklarimiz noto'g'ri va boshqa bir tashkilotlarga murojaat qilishi natijasida juda ham qimmatli bo'lgan vaqtlarni yo'qotib qo'yishadi. Siz ham xuddi shunday xatolikka yo'l qo'ymaslik uchun videoni like bosing va oxirigacha tomosha qiling. Fermer xo'jaligida ma'lum bir qurilishni amalga oshirishdan oldin ushbu yerda ichki xo'jalik yer tuzish loyihasi ishlab chiqilgan bo'lishi shart hisoblanadi. Buni amalga oshirishning ketma-ketlik tartibi quyidagicha, ya'ni birinchi galda siz davlat xizmatlari orqali yoki mygov.uz platformasi orqali ariza berishingiz kerak bo'ladi va ushbu arizangiz berilgandan so'ng ushbu yer uchastkasida loyiha ishlab chiqariladi. Ya'ni loyiha UzDavYer loyiha degan institut bor. Ushbu institut tomonidan loyiha ishlab chiqiladi va loyiha ishlab chiqarilgandan so'ng hokimlik tomonidan ma'lum bir qarorni qabul qilib berishadi. Qaror qabul qilingandan so'ng sizga tegishli bo'lgan yer uchastkasida qaysi joyida qurilishni amalga oshirish mumkinligi to'g'risidagi yerning chegaralarini ko'rsatib sizga ko'rsatib berilgandan so'ng ushbu yer uchastkasida loyiha asosida qurilishni amalga oshirishingiz mumkin. Amaliyotda juda ham ko'p takrorlangan xatolardan biri, juda ham ko'p holatlarda fermerlarimiz ushbu yer uchastkasida qurilishni amalga oshirib bo'lgandan so'ng ushbu amalga oshirilgan qurilishga loyihani kelishmoqchi, loyihani ishlab chiqmoqchi va ushbu loyiha asosida hokimlikning qarorini qabul qilmoqchi bo'ladi. Biroq ushbu loyihaning ma'lum bir qismlari to'g'ri kelmaydi va juda ham ko'plab huquqiy muammolarga duch kelishi mumkin. Shu sababli ham xuddi shu kabi xatoliklarni siz takrorlamasligingiz kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan yer uchastkasida fermer o'ziga omborxona qurish uchun yoki molxona qurish uchun xuddi shunday tartib asosida ruxsat so'rashi kerakmi yoki ushbu tartibotlarni soddaroq qilish kerakmi? Izohlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi videoda qanday holatda loyiha ishlab chiqarish rad etilishi to'g'risida tushuntiraman. O'tkazib yubormaslik uchun albatta storieslarimizni muntazam tartibda kuzatib boring hamda sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.